Assalomu alaykum obunachilar. Barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Kelayotgan hayitda shu XM tomonidan va o'zbekistonliklar uchun, meni obunachilarim uchun maxsus xudo xolisa hayitli sovg'a qilyapti. Hayitligi qanaqa? Naqd pul ko'rinishida $30,000, 15 mingdan ikkita etapga bo'lingan. Bu narsani Telegramdagi obunachilarga ham tushuntirib bergandim. Sizlarga ham mana shu aksiyada qatnashish imkoniyati bor. Ya'ni qanaqasiga siz shu Prosta Tag tilida savdo qilishingiz orqali mana shu pulni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir men sizlarga batafsil bu bo'yicha video tayyorlaganman. Mana shu videoni ko'rib chiqib, takrorlab siz ham xudo xolisa konkursda qatnashishingiz mumkin. Barchaga omad tilab qolaman. Do'stlar, faqatgina bizani mijozlar uchun XM tomonidan $30,000 teng sovg'ali yutuqlar Ramazon oyi uchun o'ynalyapti. Siz faqatgina hisobingizni $200 to'ldirasiz va tillada bir lot оборот qilsangiz, siz konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. Buning uchun nima qilish kerak? Men sizlarga hozir birinchi navbatda pul yutuqlarini tushuntirib beraman. Undan keyin qanaqa qatnashishni живой o'zim sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, birinchi navbatda qiladigan ishimiz shundan iboratki, xo'p, ikki xil $15,000 konkurs bor. Birinchi $15,000, ikkinchi $15,000. Bu yerda sodda qilib aytadigan bo'lsam, birinchi darajali mukofot va ikkinchi darajali mukofot bor. Xo'p, eng sodda usulini aytaman. Hisobingizni $200 to'ldirasiz. To'ldirganingizdan keyin tillada bir lot savdo qilishingiz kerak. Siz $5 dan $50 gacha pul yutib olishingiz uchun. Yo'q, menga katta pul kerak deydigan bo'lsangiz, hisobingizni yana o'sha bir marta $200 to'ldirasiz va 2 lot оборот qilishingiz kerak. 2 lot xohlang ochib yoping, xohlang 0.2 dan 10 marta ochib yoping, farqi yo'q. 2 lot оборот qilishingiz kerak. Оборот qilganingizdan keyin chipta beradi sizga. Qancha chiptalaringiz ko'p bo'lsa, shuncha yutib olish imkoniyatingiz oshadi. XM g'olibni onlayn ravishda aniqlab olar ekan. Birinchi o'ringa $7,500 pul beradi, ikkinchi o'ringa $5,000, uchinchi o'ringa $2,500 beradi. Xo'p, bu yoqda 4-martdan 31-martgacha kamida 2 lot оборот qilsangiz, siz mana bu pullardan birini yutib olasiz. Mana bu pullardan birini. Mana 2,500, 5,000, 7,500 mana shu pullardan birini yutib olasiz. Qaranglar, g'oliblar 2025-yil 11-aprelda e'lon qilinadi do'stlar. Hozir men sizlarga qanaqa qilib bu aksiyada qatnashishni o'rgataman. Uning uchun birinchi navbatda bizga XM brokeri kerak bo'ladi. Samandar XM brokeridan menga to'g'ri ro'yxatdan o'tishni o'rgating, qanaqa qilib hisob to'ldiradi deydigan bo'lsanglar, ekraningizda mana katta qilib chiqarib qo'ydim. MK Klub uzga murojaat qilasizlar, meni menejerim sizlarga to'g'ri verifikatsiyadan o'tish, to'g'ri hisob to'ldirishni video darsligini tashab berishadi. Bu faqat meni obunachilarim uchun va XM mijozlari uchun. Xo'p, undan keyin pastda menejer lichkasini qoldiraman va ro'yxatdan o'tish uchun link qoldirib qo'yaman. Endi men sizlarga qanaqa qilib aksiyada qatnashishni telefonda ko'rsatib beraman. Mana ko'rayotganinglardek hisobimni to'ldirdim. Endi biz mana bu joydan promo aksiya tugmachasini bosamiz va saytga kirib ketadi. Bu yerdan bizni o'ng qo'lda mana bu odamcha ustiga bosib tilni o'zbek tiliga o'girishimiz shart. O'zbek tiliga o'giramiz va pastroqqa tushsak, mana vaqti chegaralangan aksiyani tugashiga 12 kun qolgan. Ramazon aksiyasi bu. Ramazonda XM bilan hamma yutadi. Aksiyani ko'rish. Ustiga bosamiz va mana ko'rib turganinglardek mana ptichka turibdi. $200 bilan bir standart loti savdo qilindi. Xo'p, endi men hisobimni ulab bu yerda MetaTraderga kiraman. Mana ko'rayotganinglardek $250 hisobimda bor va tillada 2 lot оборот qilsam men konkurs ishtirokchisiga aylanaman. Xo'p, gold deb yozaman. Xo'p, bu yerda tillada savdo qilishim kerak bo'ladi. Shunda men konkurs ishtirokchisiga aylanaman. Xo'p, 2 lotda bir marta savdo ochib yopib forsam bo'ldi. Shu bilan men konkurs qatnashchisiga aylanaman. Muammo hal bo'ladi shu bilan. Xo'p, qiladigan ishim 0.2 bitta ochib yopdim, ikkita ochib yopdim,
3ta ochib yopdim. 4ta. 4taga yetmas ekan pulim. Ya'ni lot оборот qilishim kerak. Xo'p, hozircha menda 0.6 lot оборот bo'ldi. Bir marta ochib yopdim. Men jami $200 ga 2 lot оборот qilsam, shunda menda bir dona bilet bo'ladi. Ya'ni men 2,5 ming yoki 5 ming yoki 7,5 ming dollar g'olibi bo'lishim mumkin. Xo'p, mana ko'rayotganingizdek. Yana ochib yopaman. Xo'p, pulimiz yetmas ekan. Shu bilan bir lotdan oshadi va menga bir dona bilet beradi. Va mana shu biletni men g'olibi bo'laman. Ya'ni konkursda qatnashishim mumkin bo'ladi mana shu bilet orqali do'stlar.